Assalomu alaykum hamyurtdoshlar. Bugun mana O'doli Sodiqjon akaning avtobusi 2-iyun kuni Kazan shahridan Toshkent shahriga yo'lga chiqib ketyapti. Biz yana qaytib adresimizni aytamiz. Zametskiy magistral 9 Uzdevo avtoservisining oldidan haftaning seshanba, juma, yakshanba kunlari отправление. Passajirlarni olamiz. Yo bismillah. Assalomu alaykum. Yana bir bor. Bugun mana safarga chiqib ketyapsiz. Safarlar bexatar olsin. Ona vatanga, bola chaqalarni oldida sog' salomatda kirib olinglar. Yo'ldan chiqishdan oldin bitta kattamiz duo bersa yaxshi bo'lardi. Mana aka bitta siz ekansiz shekilli katta. Bering aka duo. Duo beradigan akalarimiz bitta duo berib yuboraylik yo'ldan chiqishdan oldin. Keling aka. Bitta duo qiling. Ilohim amin. Ilohim, salom hammamiz ona vatanga, oilamiz, bola chaqamiz oldiga yetib olaylik. Amin. Yo'limiz oq bo'lsin, safarimiz bexatar bo'lsin. Amin. Allohu akbar. Mana hamyurtdoshlar, O'doli Sodiqjon akaning avtobusi 2-iyul kuni Kazan shahridan Toshkent shahriga yo'lga chiqib ketyapti. Ko'rayotgan bo'lsanglar, haqlariga duo qilib qo'yasizlar, sog' salomat ona vatanga kirib borsin. Salomatda ko'rishguncha sog' bo'linglar. Hech kimlardan oshib pul olmadik-a? Salomat bo'linglar. Xo'p.